Bugungi mavzuyimiz odamzotdagi buyrak, ya'ni pochka haqida bo'ladi. Hayot davomida 10 yil oldin, hozir bunga 10 yil bo'ldi, bir Abdulaziz degan ukamiz uylandilar. Bizlarning bir 15 yillik klientimiz bo'ladilar bular. Ayoli 4 oylik homilador bo'lib qolgandan keyin birdaniga Allohning anaqasi bilan endi bitta buyrak atkazib qoldi. Больницаga olib borishgan, imkoniyat bo'lmagan, bittasini olib qolamiz degan gap so'z boshlangan. Shundan keyin ular meni oldim kelib, "Abdushkur aka, mana shunaqa bo'lyapti, qaynalari shunaqa bo'lyapti, nima qilamiz?" deganlarda men endi bilmadim, har bir narsa hammasi Allohning izni bilan bo'ladi, senim. Shu muolajani bismillah deb boshlashdi. Alloh sababchi bo'ldi. Alloh shifo berib, buyrak ishlab ketib qoldi. Subhanalloh. 2 kunda buyrak ishlab ketdi, istovlari tushib, normal holga tushib, hozir mana shu narsalardan iste'mol qilishgan, mana shu narsalardan iste'mol qilib, Allohning izni bilan Alloh shifo berib, hozir shu bolamiz 9 yosh bo'ldi. Ota Abdushkur. Har bir dardga men tushunaman, o'zimni praktikamdan chiqib, har bir dardga shifosi bor. Sababini qidirish kerak bo'ldi. Shifoni Alloh beradi. Bizlar sababchi insonlar bizlar.